Hello YouTube ahli. Sizlar bilan Ender uzubi va biz ancha tanaffusdan keyin yana video chiqarishni boshlayapman. Xo'sh, bugungi videomiz ko'rib turganingizdek har bir orollarga boramiz. Kommentariy yozishingiz mumkin, qaysi orolga borishimiz mumkin, masalan, mana bunga, yana bungami? Farqi yo'q. Lekin biz birinchi bo'lib eng yaqiniga boramiz. Shuning uchun o'tgan videom 3 ta like yig'di xolos. Shuning uchun video sekinroq chiqyapti. Sizlar qanchalik like bo'lsalar o'sha video chiqarishga harakat qilaman. Shuning uchun ko'zlaringga bog'liq, u qaysi videoni ko'rishlaringga bog'liq. Xo'sh, bizda birinchi orol. Bu yerda yo'l qilib qo'yamiz. Keyinchalik ancha o'tishimiz mumkin bu yerda. Destinasiyani qilib qo'ysak. Xo'sh, birinchi o'rinni versiyaga solamiz. Xo'sh, keyin ozgina taxta olamiz. Nega tezroq qorong'i tushyapti deyotganlar uchun. Men videoni boshlaganimda nima bo'ladi? Video olmay qolibdi, shuning uchun. Mana bu ikkita ko'chatdan hozir bittasi o'sdi, bittasi turibdi. Asli mashina bittasi yo'q edi. Bittasi sandiqdan olganman. Bu joy videoga olinmagan, shuning uchun uzr. Xo'sh, mana bu daraxt chop qilamiz. E'tibor bermayapman, lekin mana buni sindirish kerakligi. Lucky block. Misli qalpoq, anaqa shilim. Bizga faqat paqir kerak. Lekin bir tomondan yaxshi, juda ko'p paqir bergani bu. Keyinchalik fermalar qurayotganda bu juda ham ko'p kerak bo'ladi. Yana ko'chada o'sibdi. Ekib qo'yamiz joyiga. Hamma daraxtni maydalab olamiz. Va orolni kattalashtiramiz. Xo'sh, bu videoning birinchi qismi, shuning uchun like bosib obuna bo'lib qo'ying. Ikkinchi qismi uchun bu video nomi nima bo'lishini o'zim ham bilmayapman, chunki bunaqa videolar ko'p olganman. Skyblock desa bo'lmaydi, chunki bu Changli Skyblock demagan, nima ekan bilmadim lekin. Xo'sh, o'tirib yurishdan noqulay bo'ladi. Hozir qayerdan qilamiz? Afsuski meni bir buzish kerak ekan, chunki yonib ketishi mumkin. Tosh bermang. Har bir skyblockda bo'lganda bu yerda ham aniq mana unda lava bor, muz bilan. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Lava ikkinchi marta tushishi uchun dargumon. Birorta orolda topmasak. Xo'sh. Buni olamiz, buni olamiz. Suv qaysi tomonga qo'yiladi? Bu tomonga. Ishqib to'g'ri qo'ydim deb hisoblayman. Adashmagan bo'layapti. Xo'sh, hozir tezda kirga sinab ko'ramiz buni.
Oo, zo'r ishlayapti ekan. Har bir videoda qilganday bu yerda ham shunaqa qilaman. Ya'ni versak buni qo'qisam kirka sindirib yubormaydi. Tezroq ishda toshga o'lab, keyin toshlikka taqamiz. Mana bunday qilsak aniq tosh tushib ketmaydi. Yeskachaga versak yonmaydi-yu, lekin aniqroq o'zi yo'q ketmaydi, lekin yonadi. Shuning uchun ustiga o'tib turganda hisob bo'lishi kerak. Nega meni obunachilarim o'zi aslida yaqinda 300 ta bo'ladi, lekin aktiv nega pastligini aytmoqchiman. Kanalim aslida nakrutka bo'lgan, nimaligini o'zim ham bilmayman. Yaqinda tushundim bu narsani. Bor yo'g'i 20 nechtadir obunachim bor. Hattoki o'shalar ham aktiv bo'lmayapti. Faqatgina 3-4 ta sardoim aktiv bo'ladi va short videolarga like bosib yuradi. Va katta videolarni hech qachon qoldirmasdan ko'radi. Nega qolganlari like bosmaydi? To'g'ri, ular haqiqiy deb o'ylayman, chunki rostdan ham ular haqiqiy. Chunki oldin ular bilan bir kishimga yozganman. Ular bilan aloqa yaxshi edi, undan keyin umuman aktiv bo'lib ketgandan keyin ular ham sekin-sekin yo'qolib ketishdi. To'g'ri, bitta ikkita do'stim bor. Ularni hamisha video qo'yishi bilan ularning aktivini kuchaytiraman, aniqrog'i. Har doim ular kommentariya, like bosib qo'yaman. Ular ham meniki hech bo'lmasa like bosib qo'yishadi, kommentariya yozishmasa ham. Bizda pechga yetadigan tosh bo'ldi. Hozir shu lavani to'xtataman. Shu pechka bilan sandiq tozalashtirayapman. O'tgan safar qaysidir videoni boshlab sandiqni yo'q qo'ydim. Endi adashmasam yonmasa kerak. Xo'sh, bizga 8 minutlik video bo'libdi. Xo'sh, videolarimizni qilsa bo'lmasa ham, lekin har xil bo'ladi, ya'ni bitta narsa qayta-qayta takrorlanolmaydi. Xo'sh, men gapimni bo'lmay tursa shu. O'yinimiz ozgina ko'tarib yomg'ir sababli. Yashirroq orolga borib turib mob spam bo'lishi kerak. Meni keyingi yo'nalishim kunduz borishga harakat qilaman keyingi videoda. To'g'ri, shu videoda aniq kunduz chiqishini bilaman. Oy, biz ozgina tosh qo'yamiz. Keyingi videoda masalan nima qilishimiz mumkin? Ko'p narsa qilishimiz mumkin. Kommentariya yozinglar, o'zi bu videoda yana nimalar bo'ladi.
topshiriqlar bajarsa bo'ladimi yani bilmadim. Xohlagan topshirig'ingizni berishingiz mumkin. Agar bajara oladigan ahvolda bo'lsa bajara olaman. Qo'limdan kelsa. Xo'sh, bu daraxtni chopib oldik. Chashmonni yuzini tutadi. Hattoki blok ustiga 2 marta bosib ololmayapti. Men pechga yasaman desam, hozir yasaman. Xo'sh. Bugungi video shu yerda yakunlanadi. Hammaga xayr, sizlar bilan endi ro'zg'or bo'ldi. Va keyingi video haqida o'z izohingizni yozib qoldirishni unutmang. Hammaga xayr.